Ya ha kızım. Teklif kızım. Ha teklif kızım. Ayaz biraz dedim ya. Yok şimdi bana da dedim. Ondan sonra bir tane şöyle damlar gelin kızım. Şikayetiyle yapacak yapacağım mısın? Anlattın mı kızım? Gelin kızım. Hani çoğalacağım kuyuncu kızım. Eşilerim soğuk olup gitti. Ha. Rahmet kızım. Endi gapirinchi kızım nimaga xafasiz? Kim xafa qildi sizni? Hani dardingizni bir eshitaychi. Dadajon, men nima qilay? Oyijonda ham gapda jon bordir. Balkim o'g'lingiz bilan ajratsak hammasi yaxshi bo'lar. Oyijon ham qachondan beri nabiralarni o'ynash niyatida yuribdi, lekin mana oradan 3 yil o'tdi, hali biz farzand ko'rmadik. Sizlarni ham qiynab yubordik. Balkim maslahat berarsiz, nima qilaylik dadajon? Balkim ajratsak oyijon boshqa kelin olar, boshqa kelin orqasidan farzandlarni o'ynatib yurar. Nima qilay, yo'l ko'rsating dadajon. Nima oyijon shunaqa dedimi? Ha? Ha. Hech qanaqa ajrashadigan kelinim yo'q meni. Olmadan so'rasak, Xudoyim beradi. Farzand ko'rishdi, erta kechi yo'q qizim. Deganlarni besasini aytdi. Gapiraveradi bular. Bularga quloq solmang. Mana men turibman qizim. Hech ijorat bo'lmang. Ko'nglingizni buzmang. Xudodan so'rasak Allohim farzand beradi.